Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin keyirdir inşallah. Ee, devam kılımız. Demek rahimallah deydi. Ve ma fil istifhami in cürret huzib alifuha ve evlihal ha in takif deydi. Ve istifhamdaki ma yani ma istifham için kullandı. Ma mevsul için mi kullandı Arap tilida? Mevsul için mi kullandı? Ma şartiye okuyordu. Ma mesela niço nefi için mi geliyordu? Bunun bir ne çıkıl ma var da. Şuna mı? İstifhamdaki ma diyor şu. İstifhamdaki ma istifham yine. Eğer cer kılınıp kıpka zır kılınsa bu ma istifham ne? Az kılındı. O ma istifhamның elifini. Mesela amma yetasaalun deganimizda asl nima an ma degan bo'ldi da. Bu shu ma an degan bu'd va mujozat uchun ishlatilgan harf jarning birisi. Bu mani an bilan jar qilindi. Shu sababli buning alifi hazf qilinib ketdiki am an ma bo'ldi. An ma. Ammaning asli an ma. Bu harf bilan jar qilingan bo'lg'ach, an degan harf bilan jar qilingan bo'lg'ach, bu istifhamning elifi hazf qilinib ketdiki, an ma bo'ldi. An ma. Nun bilan mimning maxrij yaqin deb qarab turib, bu nunni mimga idg'om qilyaptik. Am ma bo'ldi. Am ma. Bu ikki harf birdan jinsdan bo'ldi. Avvalgi sakin, ikkinchi harakatlik. Bu harakat qilgan nimani sakin bo'lgan harakat qilgan mimni sakin bo'lgan mimga idg'om qilyaptik amma bo'ldi. Mushunga o'xshash maisfam agar jar qilinib kelib qolsa jar qilinsa hazf qilindi maisfamning alifini va avlihal ha in taqib deydi. Alifuha va avlihal ha in taqib. Alifni hazf qilindi shunda. Ham yaqin qilgan şu elipe hazf qilinib ketgan maga ani yaqin qilgin. Agar sen aşağıdan turaymikan sen nefsim qistavatidi nefsim qistavatidi mana to'xtab qolaymikan deydigan shunga bo'lsa ay maga yaqin qilgin avla yuli emri avli yaqin qilgin ay ma istifham uchun elipe hazf qilinib ketgan ma istifhamga ani yaqin qilgin agar vaqt turish maqsad qilsam ani yaqin qilgin. Mesela qanday deganda mesela nima deymiz deganda amma pima mushunadi. Amma pima shunga o'xshashadi. Xo'sh, وليس حتما بسوى من خفض باسم كقولك اقتضاء ما اقتضى واجب مثلا واجب emas bir narsaning boshqasidagi ism bilan zarar olgan narsaning boshqasida nima emas u hani yaqin qilish vojib emas edi. Vojib emas. Bir narsaning boshqasiga ya'ni bir mavsulniki o'zran ma istifhamning boshqasidagi zir bo'ldi bu ma istifham ism bilan zir bo'ldi. Ism bilan zir bo'ldi. Masalan qanday deganda sizning so'zing o'xshashga iqtidoa maqtado degan o'xshash. Iqtidoa maqtado. Bir narsani talab qilgandaki talab qildi u. Bir narsani talab iqtidoa maqtado. Masalan, mushun o'zida bu nimani ani keltirish lozim emas edi ay vaqt bilan. Iqtidoa taqdo iqtido demasak bo'ladi deydi. Bir vacib emas ma'nada ma'ning o'zida iqtidoi maqtado deganning o'zida bu ma istifham nim bo'ldi majrur bo'ldi jar qilindi nim bilan ma ism bilan jar qilindi iqtido degan masdarga izof qildi xudo mudob
Ma muzaf ilayh. Nima de çoğavetin nima mesela amma yine onun başka meh madakilki yılk nimine harf bilen jarug'ini mesela harf bilen jarug'ini u qaysi deganda uni o'zida harf bilan jarug'ini bima amma buni o'zida vaqf qilish vojibdir. Vaqt qilgan chog'da uning ilibini hazf qilish vojibdir. Hazf qilish vojibdir. Ammo buning uchun bu harf bilan jar qilgan chog'da ham bu vaqtda uningga ilibdan hazf qilindi. Hazf qilindi. Uning uchun hani yaqin qilgan degan. Hani agashtugan hani yaqin qilgan degan. ألفها وأولها الها أنت قد كان شو هاني قد يكون كلش واجب ديgan. ألف ناس كلش واجب وأنهم شو vaqt bilan g'osini yaqin qilish ham vojib degan. Agar qachon may spamga bir harf jar kirgan bo'lsa, ya'ni harf bilan jar qilingan bo'lsa, ammo uchun ism bilan jar qilindi. Tada maqtada degandek. Tada masdar ism bu. Harf emas. Bu mudaf ma mudaf ilayh. Belki ma spamiye isimle mecrurda harf bilan emas. Mana o'zi vojib emas. Velaysa hatmen vacip emas. Bir narsaning boshqasidagi zirul bu narsa ism bilan zar bo'lgan ism bilan zir bo'lgan narsaning boshqasida. Ism bilan zir bo'lgan narsaning boshqasida ism bilan zir bo'lgan narsaning o'zida buningda ekilish vojib. Ism bilan zir bo'lgan narsaning boshqasicha g'an ekilish vojib emas. Ism bilan zirog'an narsaning boshqasiki yuqori o'xshash harf bilan ziribdi. Bima jitta amma tasal degandek. Buningda g'oy vaqtini g'osini u nimani elifni yo'q qilib uning g'oni ekkilish g'oni yaqin qilish bu nimada harf bilan yaqin bo'lganda vojib emas. Agar ism bilan harf bilan zir qilingan bo'lsa, uni vojib emas. Ism bilan zir qilingan narsaning boshqasida vojib emaski, harf bilan zir qilinsa vojib emas. Faqat ism bilan zir qilingan narsaning o'zicha vojib deydi. Iqtido maqtada. Buni deymiz iqtido amah deganimizda. Iqtido amah deb. Dedim ma elif mahsub bo'ldi mana. Bu iqtido degancha ism bilan mecrur oldu. İqtido jar ma mecrur oldu. Harf bilan emas, ism bilan jar oldu. Bu vaqtning buning uchun vojib bo'ladi. U nimani hani loyiq qilish, xush etish vojib. Iqtido ma naji ma deb mana debdi. ووصل ظل هاي أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما ve ha'nın egisine ulugin. O zaman vasla zil ha'i eciz bi kulli ma hurrike tahrike bina'in lazima. Hem de ha'nın egisine ulaştığın, ha'nın ulaştığın demekçe durust kılgan. Her kandak nersigi ki onu kandak kılgan bolsa, her kandak nersigi ki onu hareket kılgan bolsa kulli ma hurrike tahrike binain lazima onun mebni oluşu lazım boğan nersin üzerine hareket kılıngan bolsa onun çok ani katli hoş ünlüğünü ani ekilişini durust kılgan deydi. Kandak degende mesela bu durus aciz gene durus oldu bu vaqt kılış aysektilen. Har qandaq nim bilan bir mabniki bir qandaq har qandaq mutaharrikki
Keype. Mesela bilsek bu mutaharrik oldu da. Ha, bu binanın hareketle mutaharrik. Bu mebni bu. Keype yani. Bu nime? Bu mebniyetin katardım bu. E, Demek mujnat mutaharrik ki mebninin hareketle mutaharrik olan nersin suçu aysektin ekleyin ki aysektin üzüne aysek bilen vakt kılış duruz ki mesela keype degende keype desem buludu değil. O aysektin ulaş yemigen bir gayri tahriki bina o dime aysektin ulaşını duruz kılgan neresine arkandaki ki hareket oldu o мәбни болуш лазым болған нәрсе әрекет қылғандек әрекет қылған нәрсенің өзге айсектini çok önemli duruşkun ekilişini. Keype degeni olsa keype degendek. Bunu keype nime? Bu ahir müteharriki ama ben bu mebni bu. Mebni oluş lazım болған. Özgermeyen keyip bu keype degil olmaydı bana. O mebni olan нәрсе. Muşunun ki imsige Muşonga bu hay vaktine ulaşını dürüst kılgan keype. Keype diyenimizi keype diyen değil. ووصلها بغير تحريك بنا أديم شذ بالمضارع مستحسن عليه. أم باش هاي وقت ulaş بغير تحريك بنا أديم شذ بالمضارع مستحسن. Böylece nim bolgan bir binanın tahrikinin gayridiki. Böylece nim bolgan doğumluk mebni olan ersine hareketlendirişin hareketinki gayrige o ay vaktin ulaş o az oldu dedi. Mesela o kanda haftası mesela e, bu yani onun binası gayr lazım olan aslında. Bina lazım, bina gayr lazım. Mesela keyfe, eyne, emsi, bu şu aslında misime bu bina lazım olan aslında. O herkes özgürmeydi. Hem bina gayr lazım olan bazı binalar var ki kablo, ba'du diye okuşur. Ve eğer izabetten hali olsun kablo oldu. Lillahi emru min kablo ve min ba'du. Ve yevme ezil yefrahul mu'minu diye. Min kablo ve min ba'du. Eğer adam min zaplanıp kıp kalsa, min çıkarsa, ya biz muzafirliğini takdir kıvassa, vakti amının telünden bu kıp kılıdı. Mümkün pişip kalış mümkün, zararıp kalış mümkün, mümkün zararıp kalış mümkün. O vakti o kablo ba'du da okunmayı dikil olmaydı. Mesela Zeydun dedik, Zeydun. Bunu mu bunun i'rabı nime bu mu bina ki gayr lazım olan bina. Gayr lazım diyelimizde ya harfida kelişken ya zeydu olan çağda bu ya harfida zeydu munada oldu da ötnelingan bir bina oldu bu. Ötnelingan, istarelingan bir nime mebnilik oldu bu ya zeydu di ki. Eğer ya harfida çıkıyorsa bu nak mutum ama isim muarab mutemekkin bulurdu zır zır bir şey bulurdu. Kaçan bu mebni yap kaldı bunun mebnisi nime binası geldi bu nime emez o lazım emez mümkün bu bina gayr lazım bu. Mesela çünkü bu ya harf nidanın kelişlen nime kap kaldı ya zeydu ya raculu bunda oldu. Mesela line up ismisi ya racule la racule deyimiz. Bunun uzun bu mebni ki ama gayr lazım olan mebni. Bundaqlı kep qalğanda çoğu dese, hem aş vaq bine anın qaysını ay saktilen boğan vaq binin üzüne ulaş az oldu. Ne dese, belki davamlaştırılgan bina onun mebniliginin ki gayride. Yani onunki demek devamlı mebni olan nesnin gayride. Yani demek onun mebniligi musta'ar olan mebni olan nesnin üzüde bununki bu hay vakfini ulaş az oldu değil. Pil mudar müstuhsina. O değil meşezze pil mudar müstuhsina. Hem de devamlılık bulganda, devamlılık onunki çoğu binası lazım boğan. Bunda kısımlarda.
hele degan o'xshash qablu, ba'du, kayfa, ayna, amsi degan o'xshash. Ma'ni da ustuqsina. Buning uchun nayt yaxshi bo'ldi. Uning mabniligi lozim fil mudom, yani davomliq manda o'qilgan narsalarda yaxshidan oldi ash g'oy vaqtninki g'oysak bilan vaqt qilishni g'oysaktini ulash yaxshidan oldi deydi. Eğer onun mebnisi gayr lazım olup kalsa, onunla g'oysaktini ekleyish az oldu. Eğer onunki binası mudam, davamlıq manda hukum bozcu, davamlıq oldu. Yani dememez, vetkilişcan emez, lazım, gayr lazım emez. Lazım ki onunki bina ekerligi. Binası lazımken bu vakitte o va sektinin üzerine vay sektilen vakit kılış ki kandak kılındı, güzel sanıldı dedi. وربما أعطي له بالوصل ما للوقت نسرا وفشا منتظما. Bazıda birildi. Vasıl degan vasılның lebsiga vaqt uchun bo'lgan narsaning o'zini birildi deydi. Ba'zida nasr kalamda, nasrda. Ammo keng tarqab ketdi she'rda va pesha muntazima. She'rda buningga vaslninki labsinicho vaqti birilgan narsaga ba'zida biriladi vaslning labsiga vaqt uchun bo'lgan narsaning o'zini vaqt uchun bo'lgan narsaning o'zini nasr kalamda normal kalamda naiti o ba'zida birilib qoladi. Ammo keng tarqalib ketdi nima desa bu muntazima. O vaslning labsini vaqti birish nazmi kalamdaki she'rda keng tarqaldi dedi. Vasl nasr kalamda az, vaslning labsiga vaqt uchun bo'lgan ahkamni birish she'r kalamda she'r uchun keng deydi. Hoş. Şimdi dersimiz inşallah failimiz. Ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alemin.